Assalomu alaykum. Bugun pisochniy pechenye qilamiz. Birinchi bo'lib 100 gram saxarniy pudra va 100 gram margarinni qo'shib, yaxshilab shunaqa aralashtirib olamiz. Atala holiga kelgandan keyin bitta tuxumni chaqib, shunaqasi ham bo'lib turadi. Venchik qilib olamiz. Endi 50 gram o'simlik yog' qo'shamiz. Yana aralashtirib, 3 qoshiq kakao qo'shamiz. Ozgina vanilin qo'shamiz va 1 chayni ложка razrihlitel qo'shib olamiz. Yaxshilab aralashtirib, 300 gram un qo'shib, xamir qilib olamiz. Endi sharikchali qilib, shakl beramiz. Xamirimiz qo'lga yopishmaydigan xamir bo'ladi. Birinchisini men shishka yasadim. Uni pichoqda xolasizlar, zubachiskada qilsanglar ham bo'laveradi. Ikkinchi ko'rinishini kofeni zernasiga o'xshab yasadim. Mana 25 minutda pishib chiqdi. Ustiga saxarni pudra sepib, illiq yoki muzdekkina sut bilan yeb ko'ringlar. Shunaqa mazasi zo'r bo'ladi. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar.